Viloyat hokimiga ham rahmat. Ayni paytda Ohangaron tumanining Moviy tog'laridamiz. Bir muddat oldin bu yerda Toshkent viloyat hokimi Zoir Toyirichning sayyor qabulida xalq tomonidan ichimlik suvi masalasi ko'tarilgan edi va muammoni bartaraf etish yuzasidan viloyat suv ta'minot korxonasi rahbariga topshiriq berilgan edi. Temiryo'l suv. Viloyat suv ta'minot. Ravshan. Oradan hech qancha muddat o'tmay 1.9 kilometr tarmoq tortish hisobiga ko'pgina aholining ichimlik suvi bilan bog'liq muammolari bartaraf etildi. Bugun xalqning kayfiyatini bilish uchun O'zbekiston 24 telekanali bilan tasvirga olish uchun keldik.